4 xonali remont, mebel, texnika eng zo'r planirovkani sizga taklif qilmoqchiman. Eng zo'r taraf menga yoqqan narxi bo'ldi. Bu xonadonga 105 ming dollarga egalari so'rashyapti. Egalarning telefon raqamlarini qoldirib aloqaga chiqib olasiz. Videoni o'tkazmaymiz. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishingizdan chiqib qolmasa. Manzilimiz Yunusobod 12-kvartal, shunda 3 baqalo to'yxonani ro'parasida bo'ladi. Yo'lli yuzi, metro Turkiston, infrastruktura, lokatsiya, maktab, bog'cha, targ'ib kompleksi hammasi 2 qadamli yo'lanishimizda. Xo'p, bu uyimizda hamma yo'g'imizda to'pli pollarimiz ham bor. 5 xona hisoblasangiz ham bo'ladi, chunki bu yerda общий maydoni 93 kvadrat, juda katta kvadrat metr. Xo'p, qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimiz, domofon, video naблюдение, hamma narsamiz mavjud. Bu yoq tarafimizda sanuzel birinchisi, hojatxona, kafellar zo'r holatda chiroyli taqilibdi. Bu yoq tarafimiz esa bizda oshxona, o'tirib ovqatlanadigan zona va bu yog'imizda esa bizda ovqat tayyorlaydigan zona. Stroyni kuxna garnituralari tayyorgina turibdi. Old orqa reshotkalarimiz bor. Bu yoq tarafimizda mana mebeldan yasatilgan ikkita tarafga xolodilnik mebel ichiga kiritilgan. Bu yoq tarafimiz mana chap tarafimiz zal bo'ladi, oxirida kiramiz va bu yog'imizda esa bizda 3 ta spalni. O'ng tarafimizda birinchi spalni, bu yoq tarafimizda ikkinchi spalni va bu yog'imizda esa bizda 3-chi spalni. To'g'ri, bu yoq tarafimizda sanuzelimizning ikkinchisi, kir mashinalari tayyor. Bu uje hammom bo'ladi va hojatxona ham o'rnatilgan. Keling endi asosiy xonaga kiramiz, mehmonlar kelganda zalga kirgizamiz. Zalimizda bu planirovkada ham juda ham katta bo'ladi. Balkonlarimiz ham 220 ga 7 metr. Shu uyimizda ikkita konditsioner, 24 talik grill o'rnatilgan. Lokatsiya zo'r, uy zo'r, narxiga juda ham arziydi. 105 ming egalari nomeri opisaniyada tezda aloqaga chiqasiz.